Assalomu alaykum aziz obunachilar. Samoy akamizda qanaqa jihozlar qo'yganimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Kamchilik bo'lsa, nima kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib yuborsanglar ham. Bismillahirrohmanirrohim. Mana boshladik. Samoy akamiz ikkita boks bizani. Ikkita boks Samoy akamiz. Avtomatimiz. Penamiz ikki xil, Magic bilan aktivniy. Men o'zbekchasiga qilib qo'yganman. Ko'p klientlar so'rayvergani uchun oddiy suv, yerosti suvi, bu ishlamagan knopkamiz. Nano qo'ysa ham bo'ladi, qo'yganimiz yo'q. Vosk и osmos filtr suvda yozib qo'yganman. Endi keyingi nomimiz pilisosimiz. Pilisos har yili bitta yangi qo'yaman. Motor qo'ymayman, chunki motor uzoqqa bormaydi, qo'yilgan motor originalda ishlamaydi. Shuning uchun har yil bitta yangini qo'yaman. Keyingi jihozimiz bu ana Suxoy tuman. Suxoy tumanimizda 4 xil hid bor: Versace, Narcotic, Aqua, Chanel. Qanaqa olib kelsam hid o'shani yopishtirib qo'yaman nomini. Hozircha shular ma'qul. Balon qaraytir ekan. Balon qaraytir ekan. Pauzamiz bor. Buni bu shlankamiz bilan Suxoy tuman chiqadi. Pistoldan balon qaraytir ekan chiqadi. Keyingisi turbo sushka. Turbo sushkani pulli qilganman. O'zimiz qo'l bola qilib yasaganmiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqa qilsangiz sizlarga ham qilib beramiz. Endi keyingi jihozimiz ko'rsatamiz. Keyingi jihozimiz eng asosiysi osmos apparat. Osmos apparat moyka uchun ham deydi sotish uchun ham qilganmiz. Qizig'i mana bu vending apparat. Bu faqat osmos suv sotadi. Avtomat o'zi sotadi. Pul qabul qilayotgan joyga. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar shu jihozlardan. Kamchilik bo'lsa kommentariyaga yozib yuboringlar.